nasib bo'lsin. Alloh taolo bugungi qilingan bu xizmatlarni qabul aylasin. Bu joyda yotgan hamma yaqinlarimiz, ota-bobolarimiz, faqir fuqaro miskinlar bor. Bir arab bolasi yotadi bu yerda, Sayyid Muhammad Muso. Hamma ulug'larimiz Alloh rahmat qilsin. Bir inson bir ulamoni oldiga borgan ekan. Ey olimzod, men o'zimni solih yoki solih emasligimni bilsam bo'ladimi? Hali bu savol ham o'zi hammaga kela olmaydi. Men solih insonmanmi yo solih emasmanmi men? Shuni qayerdan bilsam bo'ladi? Deganda haligi olimzod aytgan ekan. Agar duolaringda ota-onang bo'lsa, sen solih insonsan. Agar duolaringda ota-onang bo'lmasa, sen solih inson emassan degan. Bu degani duoingda ota-onangni eslaysanmi? Eslamaysanmi? Agar duolaringda ota-onangni eslasang, sen solih insonsan. Agar duolaringda ota-onangni eslamasang, sen solih emassan. Endi bu joyda qanaqa tushunamiz? Ota-onamiz hayot bo'lsa ham duomizni eslaylik aslida. Faqat duo qilish deganda vafot etib ketgandan keyin orqasidan duo qilish emas. Huzurimizda ota-onamiz yoki otamiz yoki onamiz qoldimi? Allohga hamd aytaylik, haqqiga duo qilaylik, g'oyibona. Ey Robbim, ota-onamning umrini uzun qilgin, umrini barakali qilgin. Ko'p yillar biza haqqimizga duo qilsin. Alloh salomat qilsin. Bularni bizga g'animat bildirgin. O'shari ham bor. Ota-onam hayot, bularni bizga, ya'ni biz farzandlarga g'animat bildirgin. Biz ularning xizmatini qilib, duosini olib, roziligini olib, hayotli vaqtimizda o'zimizga jannatni vojib qilib olishimizni nasib qilgin. deb ota-onamiz hayot bo'lsa ham duo qilishimiz kerak. Endi o'tib ketgandan keyin farzandlar ota-ona haqqiga duo qilishlik endi batariqa a'lo. Vafot etib ketdi, yo ikkovlari ham yo bittasi. Endi namozlarimizdan keyin, bir yaxshi amallardan keyin ey Robbim, shu yaxshi amalimiz savobini otamga, onamga bag'ishlading, o'zing rahmatingga ol. Gunohlarini kechirgin, o'zingning huzuringdagi maqom martabasini baland qilgin deb o'tib ketgandan keyin ham duomizda eslaymiz, hayotli vaqtida ham duomizda eslaymiz. Mana shunda farzandni solih yoki solih emasligi aniq bo'lar ekan. Alloh rozi bo'lsin hamma mahalladan, hammamizni so'nggi manzilimiz azizlar. Hammamizni mana shu joyga kelishini nasib qilsin avvalo. Mana shu joyga kelishini nasib qilsin. Umrimiz, rizqimiz poyoniga yetib, vafot etganimizdan keyin yaqinlarimiz, farzandlarimiz, qadrdonlarimiz bizni yuvib, kafallab, janozamizni ko'pchilik bo'lib o'qib, mana shu qabristonga olib kelib dafn qilishini nasib qilsin avvalo. Yaqinlarim bor, otam, onam o'tgan, akam, opam, singlim, farzandim o'tgan deb kelib mana so'nggi manzilda obod qilyapmiz 2 kun, 3 kundan beri. Muborak mehrobda e'lon qildik. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Juda xursand bo'ldik. Qabristonga desa 1-2 yildan beri Xudoga shukr. Allohga hamd aytamiz. Hech katta kichikka ajratmasdan hamma jam bo'lib kelyapti. Bugun ham mana kecha, bugun shukrlar akam kanallarga qo'yib turibdi. Hammalarning qilgan xizmatlari ikki dunyo saodatiga musharraf aylasin. Mana shu joyda obod qilyapmiz. Shu sababidan Alloh taolo ikki dunyomizni obod qilsin. Endi Allohning kalomi Qur'oni Karimdan tilovat qilib, o'tganlarimizga, hayotlarimizga egallashib duo